Fransiyaga olib boradi. 1872-yilda Fransiyaga boradi, fransuz tilini mukammal o'rganadi, bu yerda tajriba orttiradi, keyin e'lonlar bo'yicha tarjimonlik qilib boshlaydi. Rus yozuvchilarni shu yerda uchratadi. Keyin 1876-yilda yana Bog'chasaroyga qaytib, o'zi yana shu Zanjirli madrasasida rus tili muallimi sifatida yana ishlagan. Tezkorlik va bilim talab qiladigan metod. Bu yerda o'tgan darslarimizdagi
shoirlarimiz, adiblarimizni ismlari berilgan, uni tuzib turib, ular haqida ma'lumotlar berib o'tish kerak. Ma'rifatchilik bo'yicha ishlar olib borgan, hayoti bo'yicha uylanmay o'tgan, lekin kam yashagan Komil o'zini adabiy taxallus sifatida taxallusini tanlab oldi. Kuyda yaratuvchi Ibrat 1862-yilda tug'ilib, pedagogika sohasida ijod etgan, ko'plab asarlar yaratgan va chet tillari bo'yicha ham ilmiy amaliy ishlar olib borgan. Rejamiz 3-reja bo'lmish Dorur Rohat musulmonlari asaridan mavzu va g'oya ko'lami hisoblanadi. Tarjimonning 1887-yili sonida bosilgan bo'lib, 1906-yilda esa Bog'chasaroyda alohida nashr etilgan bu asar. 1997-yilda esa Qalb ko'zi gazetasida qaytadan chop etilgan. Muallifning janrini bu asarni fantastik roman deya belgilaydi. Asarni shirin taxayyullar asosida qurilganligi sarlavhasidan bilinib turadi. Masalan, Dorur Rohat so'zma-so'z rohat uyi degan ma'noni anglatadi, ya'ni obod va farovon bir yurt fuqarolari haqida hikoya qilinadi ushbu asarda. Gamatadan 3-4 soatlik yo'l bo'ladi, olis emas, nihoyatda go'zal manzarali bir yer. Sathi u qadar katta emas, lekin shunchalik go'zal bo'ladiki, insonlarni o'zlariga oshno qilib qo'yuvchi bir mamlakat deya sifatida tasvirlanadi. Shayx Jalol so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, Dorur Rohatdagilar dunyodagi barcha o'zgarishlardan boxabar bo'ladilar, lekin bular haqida bilishmaydi. Chunki bu insonlar bu mamlakat haqida bilishmaydi, lekin bu mamlakatdagi har bir inson dunyo bo'yicha nima bo'layotganligi, dunyo xabarlaridan boxabar bo'ladi. Mulla Abbosni olib borgan qishloqning manzarasini shunday deya chiqadi: markazda keng maydon, toshdan muhtasham bir binolar, jami, madrasa, majlisxona, devonxona, atrofi gullar bilan bog'-bog'chalar, ulkan xurmo daraxtlari, bog' va gulzorlarga ko'milgan hovlilar, hamma yoq ozoda va tartib. Bu joylar aslida balchiq, to'qayzor bo'lgan deydi Shayx Jalol. Kishilar ilm va fan yordamida mo'tadil iqlim va muhit yaratishga muvaffaq bo'lganlar va tog'lardan toza suv tashiganlar deya tasvirlanadi. Dorur Rohat musulmonlari Rusiyadagi turkiy xalqlar adabiyotining yangi davrdagi birinchi yirik namuna hisoblanadi. Shu sabab u Volgabo'yi va Turkiston xalqlari yangi adabiyotining shakllanishida muhim rol o'ynagan. Bu gap o'zbek adabiyotiga ham tegishli hisoblangan. Metodan qalam metodi deya ataladi va yumushdan chiqarilgan har bir qirinlarning ichida bittadan ma'lumotlar, ya'ni kim harflarni ketma-ket emas, tartibsiz holatdaligini ko'rishingiz mumkin. Anagrammaga o'xshab ketadi, lekin anagrammada aynan shu harflar qatnashgan bo'ladi, lekin batartib holda qatnashgan bo'ladi. Bunda esa ana shu ma'lumotga tegishli bo'lgan harflardan tashqari yana bir 5 ta 6 ta harflar qo'shilgan hisoblanadi, lekin ularni chetga chiqarsangiz hech qanday so'z kelib chiqmaydi. So'z kelib chiquvchi harflar bor, ana shulardan so'z tutishimiz kerak. Bular Ismoil Gasprinskiyning asarlari hisoblanadi.
shu sababli o'zini Salomai Slotin deya asarini yozadi. Bu asar reallik bilan xayolot qo'shilib o'quvchini adibning motiga yaqinlashtiradi. Bu asar uning murodi nima uchun turkiy xalqlar bunday nochor, bunday faqir holga tushib qolgani sabablarini qidirish, topish va o'quvchiga mana ular deb ko'rsatishdir. Ya'ni Turkiston nechun buni qanaqa holat tushib qoldi, nechun buni faqir bo'lib qoldi bizda degan asosiy maqsadi barcha masalaga aylantirdi degan eng muhim masalaga javob axtaradi. Bu asar xullas bir suhbat bo'lib o'tadi bu asarda. Syujetimda asar qahramoni Samarqandga keladi. Eski shaharlarning eskisi, eng go'zal shaharlarning go'zali bu Samarqand deb ta'rifladi. Asarda qahramon uchun Samarqand eng qadim va eng mashhur, eng go'zal shahardir. Shuningdek, Jahongir Amir Temur eng buyuk turk davlati vujudga keltirgan hukmdor. Temur qabri toshi oldiga keladi. Temur ham qabrdan turadi. Keyin shunda Said Baraka o'g'lim yana zamon keldi deb aytadi. Bu yerdagi biz yana zamon keldi degani juda chuqur ma'noga ega bo'ladi. Ya'ni yana zamon keldi, yana Turkistonni shunday oyoqqa turadigan, o'zini anglab yetadigan vaqti keldi degan ma'noni anglatgan bo'ladi bu gapda. Yani jadidlarni g'oyasini aytmoqda, jadidlar umordi degan ma'noda. Keyin Usmonli davridagi muammolarni hozirgi davr bilan ham bog'lasak bo'ladi. Juda Amir Temur shohlarni birlashtirib, shu Turkistonni yanada o'zini anglash uchun harakat qilayotgan.